Men hozir 80 dan oshganman, lekin mani hujayram, mani energiyam, o'sha mani tanlagan yo'lim haqqoniy to'g'riligini yana bir isboti bo'ldi. Men qaysidir bir tashkilotlarga men shu Ganaderma haqida ma'lumot berib borganimda, albatta ular menga qarab turib buni isbotini ko'rishadi. Albatta har bitta odam hozir mana platforma deyilyapti, ijtimoiy tarmoqlar deyilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri informatsiya ham bor, noto'g'ri informatsiya ham bor, lekin bizning informatsiyamiz hammasi ilmiy, statistik faktlar bilan tasdiqlangan. Albatta buni xalqaro 14 ta standarti va ayniqsa bitta sertifikati borki, bu sertifikatni ham xavfsizlik sertifikati. Buni faqat Amerika beradi. Amerika butun dunyoda uni sertifikati haqqoniy degan tan olingan sertifikat hisoblanadi.